Qarang, Toshkent shahar yolg'onlari yig'ilishib olib, maslahat o'tkazishyapti deymiz. O'rtoqlar, o'zi ishlaymizmi yo'qmi debdi. Yolg'onlik ham jonga tegib ketdi debdi. Ishlasa bir ishlaylik debdi. Odamga o'xshab debdi. Ama bekordan bekor shaxmat o'ynaverib, narza o'ynaverib, karta o'ynaverib jerib ketdi bu. Mashina yo'q ketdimi yolg'onlikdan? Ishlaymizmi desa, ha ishlasak ishlayveramizlar. Ish bo'lsa qochib ketmas. Hamma to'planishib olib maslahat qilib, "Xo'sh, qaysi kuni ishlaymiz endi?" deb turibdi. Desa, "Har kuni ishlash kerak." Yo'q, endi. Mana masalan, dushanba kuni og'ir kun debdi. O'zi dushanba kuni ishlamasak ham charchab ketamiz. Shuning uchun dushanba kuni ishlamaylik debdi. Xo'p, seshanba kuni desa, seshanba kuni endi dushanba kuni charchaymiz, dam olsak o'lardi debdi. Xo'p, seshanba kuni dam oldik deylik. Chorshanba kuni ishlasak ham bo'ladi, ishlasak bo'ladi lekin debdi. Kelinglar chorshanba kuni ishlaymiz debdi. Xo'sh, payshanba kuni desa, payshanba kuni ishlab bo'lmaydi debdi. Nimaga desa, chorshanba kuni ishlaganmiz-ku debdi. Dam olish kerak payshanba kuni debdi. Uyda osh bo'lardi debdi. Payshanbada kim ishlabdi debdi. Xo'p, payshanba kuni ishlamadik. Juma kuni ishlaymiz dedi. Musulmonlar umuman juma kuni ishlamaydi debdi. Juma kuni namozga borishimiz kerak, biz ham musulmon. Ular juma kuni ishlamaymiz debdi. Shanba kuni ishlaydik. Shanba kuni endi o'zi bilasiz, korotka der o'zi. O'zi yarim ish emas o'sha kuni. O'sha kuni borma qildik endi. Desa, xo'p, yakshanba kuni butun dunyo dam oladi-yu. Biz ishlaymizmi? Desa, xo'sh, unaqada chorshanba, faqat chorshanba kuni ishlaymizmi? Desa, ha, shunaqa to'g'ri kelyapti debdi. Demak, har chorshanba ish bilib qo'yinglar. Kech qolmasdan kelinglar desa, bitta o'ta ketgan bir yolg'on bor ekan haligi. Bitta gapirsam maylimi, mumkinmi biz ham gapirsak debdi. Ha, gapiring desa, endi har chorshanba ishmi endi dermish.